Siz bir marta bo'lsa ham APK fayl ko'rinishidagi virusga duch kelgansiz yoki bo'lmasa sizning tanishingizda bu holat kuzatilgan. Videoni oxirigacha ko'ring, u virus qandayligini men sizga tushuntirib beraman. Ko'pchilik o'ylaydi, APK ni ichida bitta virus bor deb. Lekin bu xato. Uning ichida ko'plab virusli dasturlar mavjuddir. Uning ichida spyware bo'lishi mumkin. Telefoningiz ichidagi ma'lumotlarni yashirincha kuzatadi. Sizga SMS kelgan bo'lsin yoki qo'ng'iroqlar bo'lsin, u barchasini kuzatib turadi. Trojan boshqa zararli dasturlarni avtomatik tarzda yuklab oladi. Adware telefoningizda reklamalarni chiqarib, telefoningizni sekinlashtiradi. Backdoor telefoningizga masofadan kirish imkonini beradi. Data stealer login va parollaringiz, bank hisob ma'lumotlaringizni o'g'irlaydi. Eng xavflisi shundaki, bu dasturlar orqa oynada ishlaydi. Siz uni sezmaysiz ham. Shunday qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling.